Nega ba'zi insonlar doimiy rivojlanishni, doimiy o'sayotganini ko'ramiz, ba'zi insonlarni yo'qotib qolgan holatda ko'ramiz. Sababi bu psixologik fikrlashlarida. Ya'ni ba'zi bir insonlar o'shanaqa rivojlanish haqida fikrlaydilar, ba'zi birlar qo'rquv bilan. Ya'ni buni men ko'proq tadbirkorlik psixologiyasi deb qarayman. Chunki misol uchun ba'zi bir insonlar qilayotgan har bir xarajatlarini bu xarajat deb qarashadi. Lekin tadbirkor ruhidagi fikrlaydigan insonlar buni investitsiya deb qarashadi. Misol keltiradigan bo'lsam, mana masalan reklamaga pul tikayotgan odam reklamaga yana xarajat qilamanmi, necha pul bo'ladi deydi. Tadbirkor odam, xo'p, reklamaga shuncha pul sarf qiladigan bo'lsam, buncha tushum bo'lar ekan, buncha foyda bo'lar ekan. Demak, reklama o'zini qoplaydi degan fikrda. Yoki bo'lmasam birorta kursni o'rganayotgan odam, "Oho, bu kursni qanchaga sotib olaman?" deydi. Oddiy fikrlaydigan odam, tadbirkorlik ruhidagi odam, "Xo'p, bu kursga $1000 sarflaydigan bo'lsam, misol uchun shu kungacha bir so'm topmayotgandim, $1000 sarflaydigan bo'lsam, demak bu bilan sotuvlarimni oshirish orqali yoki shaxsiy brendimni odamlarga yana ham keng yoyish orqali va hokazo, ya'ni shu SMMni pulini masalan $10,000 qilib olishim mumkin yoki $15,000 qilib olishim mumkin va bu o'zini oqlaydi. Ya'ni tadbirkorlik ruhida fikrlash bu kelajakka investitsiya, bu biznesingizga investitsiya. Agar siz tadbirkorlar deb fikrlay olmayotgan bo'lsangiz, hamma narsani sizni ko'zingizga xarajat bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, siz hali tadbirkorlikka tayyor emassiz.